Assalomu alaykum. Sizlar bilan hozir kameramiz bor. Xuddi shu kameramizni tak efficient bo'lmagan qurilmalarga, misol uchun Daho Enver'larga yoki boshqa Enver'larga ulashishni o'rgatamiz. Parollarni terib kirib olamiz. Bu aktivatsiya bo'lgan o'zida. Kamera ishlab turibdi. Ovqatlardan to'g'rilaymiz, mana nastroykasiga kiramiz, network kiramiz. Yangi pashivka o'tdi уже, yangi shpillar chiqarib yubordi. Hop. Bampdan DCP modullari bor, DCP'larga yoqmaymiz, turaveradi o'z-o'zi. Yurishni turgani yaxshi har doim. Onway protokolini yoqamiz. Mana yangi login parol sajjat qilamiz. Username har doimgidek admin qo'yasizlar. Passwordga o'sha baxro qo'yilganda yaxshi meni fikrim. Keyin o'zimizga qanaqa aktivatsiya qilgan bo'lsak-da. Uyda user, operator, administrator. Okey bosamiz. Save bosamiz. Yana bitta narsamiz bor hozir o'tdi bizda. Xo'p, mana sizlar bilan ikkinchi qiladigan narsamiz maintenance and security kiramiz. Security kiramiz. Login management'da enable legal login log bor. Mana shuni o'chirib qo'yamiz. Save bosamiz. Tamam, shu bilan kameramiz gibrid bo'ldi. Onway protokolda ishlaydi. Daho Enver'ga yoki noname'larga xohlaganingizcha ulab bangladesh orqali bo'ladi. Rahmat, sog' bo'lasizlar. Zo'r narsalarni voqealarni kuzatish uchun bizga obuna qo'yinglar. Back was really